Gentra'ning narxiga Malibu 2 mashinamiz 2.4 atmosferni ko'rishingiz mumkin. 15.600 dollarga berib yuboramiz. To'rtta yumshoq balon, kraska holatlari absolutni top-toza. Qoraga qora salon bo'ladi. Bilasizlar, ko'p mashinalar seriya rang bo'ladi. Ideal holatda turibdi. Shunchaki olasizminiz. Lyuksiz varianti 15.600 dollarga berib yuboriladi. Shohruq bey, zo'msiz? Va alaykum assalom. Sizinchimiz ishlab turibsizlar. Gentramizni boshlang'ich qancha bilan chiqarib bera olamiz ixtiyor? Boshlang'ich 2000 bilan chiqarib beramiz. 3 ta bir xil nomerlarni taqib turib 3 ta 5mi, 3 ta 7mi? Ichida bo'ladi auksion nomer. O'shani ozorroq qilib bering, shunaqa auksion nomeri bilan chiqarib bering. 1800 bilan. 1,5 mingga qilib berasiz, auksion nomeri ichida bo'ladi. Kelishdik-ku? Boshlang'ich 1,5 ming dollar bilan Gentra mashinamiz ham bor. Qora, gibo rangda, 4 ta yumshoq balon. Metanmi, propanmi? Metan. Pakelena metan gaz balonlari bor, kori, chexol, TCC monitor. Mashinamizda pulti bormi, yo'qmi? Pulti Magigar pultlargacha bor, amerikanskisi yo'q ekan, LED qo'yib qo'yilgan ekan, o'zini zavodskiy farasiga, lekin optira faralari bor ekan. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Manzilimiz Almashroq oshxonasining ro'parasidagi avtokredit deb yozib qo'yilgan Bekzodjon akaning joylariga bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Mashinalarni terib tashlashgan ekan, sizlar xohlagan variantlarda mashinalarni qilib berishadi. Xudo xolisa bemalol kelaverasizlar, pastga nomerlarni yozib qo'yaman, shoshilib qolinglar, ulgurib qolinglar.